Vazinadan boshladik. Kubarsi hamda Salibani tanladik. Jet Spence hamda Pedro Porro bo'ldi. Rodri, Declan Rice, Jude Bellingham, Mbappe, Holland, Messi. Angliyadan ham ko'payib ketdimi? Ko'payib ketdi. Men shunga Argentinadan hech bo'lmasa Lisandro Lisandro Makalister. Makalisterdan ko'ra Lisandrani almashtirsa bo'lar-ku, lekin qolgani endi tortmaydi. Eng qizig'i mana o'zi farqli ketgan gap-ku. Mana Messidan keyin bundoq qarasa boshqa terma jamoa. Eng qizig'i istalgan musobaqada chempion bo'lgan jamoadan 5-6 ta kiradi-da. Mana Ispaniyaning kuchi ham shundaki, konkretno ana Rodridan boshqa qaysi futbolchini olib kirishda ikkilanishib bo'ldi-da. Olmoni ham kiritmading. Olmoni kiritmadi. Olmo tepaga Kukurelani tanlamaganinglarga hayron qoldim lekin. Mana shunaqa endi hamma o'zini tarmog'ida o'zini e'lon qiladi, lekin mana Ya, Kukurela nima uchun tanlanmadi aytaymi? Men nazrimda uni darajasini bilamiz-ku. O'tgan Yevropa chempionatida porlagan. Shuni ko'rsatdi-da. Spence yo'q edi va birdan paydo bo'ldi. Bu boshqacharoq odamga taassurot beradi. Men shundan Porroni ham birdan tanlab olganimiz shundan deb o'ylayman. Ya'ni bir futbolchi Messi ham hatto o'zini kutilgan darajasidan tepib o'ynaganligi uchun turibdi-da bu yerda.